Voqealar 19-asr o'rtalaridan boshlanadi. Yevropaning ko'plab burchaklarida milliy tafakkur uyg'onishi uning eng kuchli hukmron davlatlarini zaiflashtirib qo'yadi. Sardiniya qirolligi Fransiya bilan ittifoqqa kirishib, Avstriya imperiyasini mag'lubiyatga uchratadi va Italiya bilan birlashishga erishadi. Rusiya ham Avstriyaga jang qilib Shimoliy Germaniya ittifoqini tuzadi. 5 yil o'tib Janubiy Germaniya davlatlarini ham birlashtiradi va Fransiyaga qarshi urushda g'olib chiqadi. Versal qasrida Germaniya imperiyasi tuzilganligi to'g'risida e'lon qilinadi. Elzas-Lotaringiyani qo'lga kiritadi. Fransiyaning qasosidan o'zini himoya qilish uchun Germaniya, Avstriya, Vengriya va Rossiya bilan diplomatik aloqalarni kuchaytiradi. Sanoat va harbiy sohani shiddat bilan rivojlantirishga kirishadi. Yevropaning janubiy sharqida Usmoniylar imperiyasiga qarshi qo'zg'olonlar boshlanadi. Imperiyaning tarixiy dushmani Rossiya imperiyasi vaziyatdan foydalanib, Bolqon davlatlari mustaqillikka erishishlariga ko'maklashadi va yangi hududlarni o'ziga qo'shib oladi. Ammo Rossiyaning ta'sir doirasi kengayishidan xavotirga tushgan G'arb kelishuvni qayta ko'rib chiqish uchun Berlinda yig'iladi. Bu voqea tufayli Rossiya aholisida Germaniya to'g'risida salbiy fikr vujudga keladi. Germaniya esa Avstriya-Vengriya bilan mudofaa kelishuvini tuzadi. Fransiya Tunisni qo'lga kiritgach, Italiya ham ittifoqqa qo'shiladi. Uchala mamlakat uchlik ittifoqini tuzishadi. Boshqa Yevropa mamlakatlaridan mustamlakachilik sohasida ortga qolib ketgan Germaniya endilikda mustamlakachilik siyosatini yurita boshlaydi. Mustamlakachilik qoidalarini muhokama qilish uchun Yevropa mamlakatlari Berlinda qabul qilinadi. Germaniya Osiyo va Afrikada qator yerlarga egalik qiladi. Bu esa Germaniyaga nisbatan Britaniya va Fransiya mustamlakachi imperiyalarining e'tirozlarini uyg'otadi. Germaniyaning kuchayishini ko'rib Fransiya va Rossiya yashirincha harbiy bitim tuzadi. Mabodo urush boshlanib qolsa, Fransiya ikkita frontda jang qilmasligi uchun Italiya bilan ham neytralitet to'g'risida maxfiy kelishuvni imzolaydi. Birlashgan qirollik ham Germaniyaning kuchayishidan xavotirlana boshlaydi. Ayniqsa Germaniyaning harbiy floti borgan sari qirollik kemalarining raqibiga aylanayotgan edi. Germaniya o'z navbatida Usmoniylar imperiyasi bilan yaqin diplomatik munosabatlarini yo'lga qo'yadi. Bag'dodning neftiga olib chiqadigan Bag'dod-Berlin temir yo'li quriladi. Lekin bu neft zaxiralariga Britaniya ham da'vogar bo'lgan. Fransiya, Birlashgan Qirollik va Rossiya harbiy kelishuv Antantani yaratadi. Mamlakatlar harbiy salohiyatini kuchaytiradi. Har xil harbiy rejalarni tayyorlashadi. Inqilob sababli Usmoniylar davlati zaiflashadi. Bundan foydalangan Avstriya-Vengriya Bosniya va Gersegovinani anneksiya qiladi. Rossiya bunday qadamni qoralab chiqadi. Serbiyaga ham ma'qul kelmaydi. Sababi Serbiya Janubiy Slavyan xalqlarini birlashtirish niyatida bo'lgan. Ikkita Bolqon urushlari sababli Usmoniylar Yevropa hududlaridan chiqib ketadi. 28-iyun 1914-yilda Avstriya-Vengriya imperiyasi taxti vorisi Franz Ferdinand va uning rafiqasi serbiyalik millatchilar tomonidan o'ldiriladi. Avstriya-Vengriya jinoyatda Serbiyani aybdor deb e'lon qiladi. Rossiya Serbiya tarafini oladi. O'sha vaqtda eng qudratli davlatga aylanib ulgurgan Germaniya esa o'zining ittifoqdoshi Avstriya-Vengriyani qo'llab-quvvatlaydi. 28-iyul 1914-yilda Avstriya-Vengriya Serbiyaga qarshi urush ochadi. Bunga javoban Rossiya umum harbiy safarbarlikni e'lon qiladi. Bu esa Germaniya uchun o'z harbiy rejalarini amalga oshirishga turtki bo'ladi. Schlieffen rejasiga ko'ra ikkita frontda jang qilmaslik uchun Germaniya kutilmaganda shimoldan bostirib kelib, Fransiyani mag'lub qilishi va keyinchalik askarlarini Rossiyaga qarshi tashlashi kerak edi. Germaniyaning prognoziga ko'ra Rossiya askarlarini yig'ishi uchun uzoq vaqt sarflashi kerak bo'lgan. Germaniya Rossiyaga urush e'lon qilib, Lyuksemburgga keladi va Fransiyaga kirish niyatida Belgiyadan o'tish uchun yo'lakcha so'raydi. Belgiya neytral davlat ekanligini iddao qilib talabni rad etadi. Ertasiga Germaniya Fransiyaga urush e'lon qiladi va hujumni boshlaydi. Belgiyaning neytralitetiga kafil bo'lgan Birlashgan Qirollik ham o'z navbatida Germaniyaga qarshi urush ochadi va qo'shinlarini Fransiyaga yuboradi.
Bir necha kun ichida Yevropaning barcha hukmron davlatlari, shu jumladan Chernogoriya ham urushga qo'shiladi. Hozircha faqatgina Italiya neytral pozitsiyani ushlab turadi. Osiyoda Birlashgan Qirollik bilan ittifoqda bo'lgan Yaponiya Germaniyaga qarshi urush e'lon qiladi va Germaniyaning Xitoy va Okeaniyadagi koloniyalariga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'radi. Sharqiy frontda Rossiya qo'shinlari Germaniya o'ylaganidan tezroq hujumni boshlashga muvaffaq bo'ladi, lekin ruslar Sharqiy Prusiyada joylashib qola olmaydi. Janubda esa Avstriya-Vengriya ortga chekinadi. G'arbda ittifoqchilar Germaniyaning hujumini to'xtata olmaydi. Fransuz va Britaniya qo'shinlari Marna daryosi tomon chekinadi. Fransiya hukumati poytaxtni tashlab Bordoga qochadi. Germaniyaning birinchi qo'shini muhim joylarni nazoratga oladi va ittifoqchilarni qurshab olish uchun ikkinchi qo'shin bilan birlashishga harakat qiladi. Lekin Parijning zaxiradagi qo'shini qarshi hujumni amalga oshiradi va Germaniyani to'xtatishga erishadi. Germaniyaning qo'shinlari o'rtasida hosil bo'lgan uzilishdan foydalanib, ittifoqchilar ularni chekinishga majbur qiladi. Schlieffen rejasi natija bermaydi. Biroz o'zlariga kelgach, ikkala tomon ham bir-biriga flangdan hujum qilishga urinadi va dengizga qarab harakat qiladi. Germaniyaning yana bir rejasi ta'minot zanjirini uzish maqsadida portlarni qo'lga kiritish va Belgiyani izolyatsiya qilishdan iborat edi. Belgiya qo'shini Ba'zor Britaniya harbiylariga qo'shilishga ulguradi. Shunday qilib, Shimoliy dengizdan to Shveysariya chegarasigacha uzunligi 700 kilometrdan iborat okoplar vujudga keladi. Faol urushdan pozitsion urushga o'tiladi. Britaniya kemalari Germaniyani blokada qiladi. Nemislarning suvosti kemalari esa qirollik kemalarini cho'ktirishga kirishadi. Yaqinda ixtiro qilingan aviatsiyadan dastlab kuzatuv maqsadida foydalaniladi. Lekin keyinchalik samolyotlar bombardirovka va havo janglarida ham qo'llaniladi. Germaniya Parijni bombardirovka qilish uchun 2 marta dirijabl jo'natadi. Angliyaga esa 50 marta jo'natadi. Okoplarda ikkala taraf ham zaharlovchi gazlardan foydalanadi. Fuqarolar harbiy mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zavodlarda ishlaydi. Urushda Yevropaning koloniyalari va Britaniya dominionlari ham harakatga keltiriladi. Ular frontdagi qo'shinlarga yordam jo'natadi. Sharqda Rossiya Avstriya-Germaniya hujumiga qarshi turadi. Usmoniylar imperiyasi vaziyatdan foydalanib, markaziy davlatlar tarafida urushga qatnashadi. Kavkazda yangi front ochiladi. Britaniya esa neft zaxiralarini nazoratga olish maqsadida Hind qo'shinlarini Mesopotamiyaga olib keladi. Bunga javoban Avstriya-Germaniya Suvaysh kanali tomon yurish boshlaydi. Maqsad Hindistondan yetkaziladigan ta'minot yo'lini to'sib qo'yishdan iborat edi. Lekin ularning hujumlari to'xtatiladi. Geografik nuqtai nazardan izolyatsiyada bo'lgan Rossiyani qo'llab-quvvatlash maqsadida ittifoqchilar Dardanel orqali yo'l ochishga urinishadi. Fransuz va Britaniya kemalari bo'g'ozga kiradi va Usmoniylar imperiyasi qal'alariga o't ochishadi. Lekin suv zich minalashtirilganligi uchun ular chekinishga majbur bo'ladi. Bir oy o'tib 25 aprel kuni ittifoqchilar Gelibolu yarim oroliga desantlarini tushiradi. Ammo Usmoniylar qo'shinlari mudofaani ushlab turadi va yana bitta pozitsion front yuzaga keladi. Germaniya suvosti kemalari Britaniya layneri Luzitaniyani g'arq qiladi. 1200 nafar inson, shu jumladan 128 ta Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolari qurbon bo'ladi. Shu vaqtgacha neytral pozitsiyada turgan Amerika Qo'shma Shtatlari norozilik bildiradi. AQShning urushga qo'shilishidan qo'rqib Germaniya suvosti janglarini vaqtincha to'xtatadi. Antanta mamlakatlari bilan yangi hududlarni qo'shib olishga kelishgan Italiya Avstriya-Vengriyaga qarshi urush boshlaydi. Sharqda Rossiya ortga chekinishni to'xtatadi. Bolqon yarim orolini o'ziga qaytarib olish niyatida Bolgariya markaziy hukmron davlatlariga qo'shiladi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari bilan u Serbiyaga bostirib kiradi. Javoban Antanta ishtirokchilari Gretsiyaning neytralitetini hisobga olmagan holda Saloniki viloyatiga kirib keladi. Lekin Serbiya qo'shini mudofaani ushlab tura olmay, Albaniya orqali qochishga majbur bo'ladi.
Uning qo'shini Korfu oroliga o'tib, u yerdan Saloniki frontiga yana qayta qo'shiladi. G'arbiy frontda Germaniya Verdenga qarshi keng qamrovli hujum boshlaydi. Nemis artilleriyasi fransuz okoplarini o't ostida qoldiradi. Lekin fransuzlar so'nggi qonigacha jang qilishga kirishadi. Yevropaning janubida Britaniyaning ittifoqchisi bo'lmish Portugaliya nemis kemalarini o'z portlaridan chiqarib yuboradi. Germaniya Portugaliyaga urush e'lon qiladi. Mesopotamiyada Al-Qutta qo'shinini yo'qotgan Britaniya hudud ichida yordam qidiradi. Urushdan keyin Usmoniylar imperiyasi hududlarini bo'lib olish bo'yicha Fransiya bilan yashirincha muhokamalar o'tkazadi. Shundan keyin ikkalasi Makkada boshlanadigan arablar qo'zg'olonlarini qo'llab-quvvatlaydi. Qo'zg'olon ishtirokchilariga mustaqillik va'da qilinadi. Shimoliy dengizda Nemis va Britaniya kemalari tarixdagi eng kuchli dengiz janglaridan birini o'tkazadi. Lekin nemis kemalari tunda portlariga qarab qochadi. Britaniya floti ham ulkan yo'qotishlarga duch keladi. Verdendagi jang va Italiya bilan Avstriya to'qnashuvlari davom etar ekan, Rossiya kuchli yurishni boshlaydi. Somma daryosi atrofida Britaniya boshchiligida yana bitta jang boshlanadi. Unda ilk bor tanklar qo'llaniladi, lekin hech qanday natijaga erishilmaydi. Ruminiya Antantaga qo'shiladi, lekin markaziy hukmron davlatlar uni tezda bosib oladi. Brusilov hujumi, Somma va Verdendagi janglar sababli ikkala tarafdan ham juda ko'p insonlar yo'qotiladi. Askarlar holsizlik va tushkunlikka tushadi. Harbiy xarajatlar va ittifoqchilar tomonidan qo'llanilgan savdo embargosi sababli Germaniyada oziq-ovqat tanqisligi sezila boshlaydi. G'arbiy davlatlar aksincha ta'minot manbasiga ega bo'ladi. Bunda AQSh asosiy rolni o'ynaydi va urush ishtirokchilarini qarzdor qiladi. Bunga qarshi Germaniya yana qayta dengiz osti janglarini tiklaydi va har qanday harbiy va savdo kemalarini cho'ktiradi. Bundan tashqari Germaniya Meksikani AQShga qarshi ittifoq tuzishga chaqiradi. Mazkur telegramma to'g'risida Britaniya razvedkasi xabar topadi va AQShga yuboradi. Shundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari urushga tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi. Urush sababli Rossiya xalqi holdan toyadi. Aholi davlat to'ntaruvini amalga oshiradi va imperatorni taxtdan voz kechishga majbur qiladi. Vaqtinchalik hukumat tuziladi va u ham urushni davom ettirish qaroriga keladi. O'z navbatida AQSh ham Germaniyaga qarshi urush e'lon qiladi. Lekin ularning qo'shinlari faqatgina bir necha oydan keyin frontga yetib keladi. Gretsiya ittifoqchilar bosimi ostida Antantaga qo'shiladi. Ikkala tomonda ham urushdan charchagan askarlar isyon ko'taradi. Uzoq davom etgan, lekin sezilarli natijalarni bermagan Italiya frontida harbiylarning jangovar ruhi pasayadi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari qarshi hujumlarni boshlaydi va dushmanlarini chekinishga majbur qiladi. Britaniya qo'shinlari G'azodagi g'alabadan keyin Falastinga kirishga tayyorlanadi. Yevreylar jamiyatidan yordam kutgan Britaniya bosh vaziri Artur Balfour Britaniya sionistlari sardori Lord Rotshildga murojaat qilib deklaratsiya nashr qiladi va yevreylar Falastinda o'z davlatiga ega bo'lishligiga va'da beradi. Rossiyada yangi to'ntaruv yuz beradi va hokimiyatga bolsheviklar keladi. Ular Germaniya bilan tinchlik shartnomasini tuzishga harakat qiladi, ammo muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin harbiy harakatlar qayta tiklanadi. Avstriya-Germaniya qo'shinlari Rus armiyasini yaroqsiz ahvolga keltiradi. Shundan keyin Rossiya qayta tinchlik shartnomasini tuzib, bir nechta yangi davlatlarning mustaqilligini tan olishga majbur bo'ladi. Rossiyada fuqarolar urushi boshlanadi. Agar sizga ushbu mavzu qiziqarli bo'lsa, kanalimizda Rossiyada davlat to'ntaruvi qanday amalga oshirilganligi, Oqposhshoning ayanchli qismati, bolsheviklar hokimiyatga kelishi to'g'risida alohida roligimiz bor. Uni ko'ring va voqealar bilan yanada yaqinroq tanishib chiqing. Rossiyani urushdan chiqarib yuborgan Germaniya endilikda o'z diqqatini g'arbiy frontga qaratadi. 4 oylik katta ko'lamli hujum boshlanadi va Germaniya askarlari yana Marnaga yetib keladi. Lekin ittifoqchilarning kuchli qarshi hujumi sababli nemislar tag'in ortga chekinadi.
Shu bilan bir vaqtda ittifoqchilar Saloniki frontida ham hujumni amalga oshirishadi. Bolgariya tinchlik bitimini tuzishga majbur bo'ladi. Usmoniylar imperiyasi izolyatsiyada qoladi va shu vaqtda Britaniya arab qo'shinlari Damashqqa yetib keladi. Fransuzlar esa Bayrutga kiradi. Avstriya-Vengriya Balqon yarim oroli va Italiyani tark etadi. O'z mustaqilliklarini talab qilib chiqqan separatistlar sababli u zaiflashib qoladi. Usmoniylar imperiyasi va undan keyin Avstriya-Vengriya Antanta bilan tinchlik sulhini tuzadi. Germaniya flotining dengizchilari qirollik floti bilan jang qilishdan bosh tortadi va isyon ko'taradi. Bu esa xalq qo'zg'oloniga aylanib ketadi. Imperator taxtdan voz kechishga majbur bo'ladi va Germaniyaning yangi hukumati tinchlik so'raydi. 11-noyabr 1918-yilda ushbu tinchlik shartnomasi imzolanadi. G'olib chiqqan mamlakatlar Parijda tinchlik shartnomasini tuzish yuzasidan 6 oy ish olib borishadi. Germaniya bilan alohida tinchlik bitimini tuzgan Rossiya Parijdagi konferensiyaga taklif qilinmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Millatlar Ligasini tuzish bo'yicha reja taklif qiladi. Birlashgan Qirollik va ayniqsa shimoliy hududlari vayron bo'lgan Fransiya Germaniya tomonidan reparatsiya, tovon pullari to'lashini talab qiladi. 28-iyun 1919-yilda Germaniya va ittifoqchilar o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanadi. Germaniyaga nisbatan og'ir choralar ko'riladi. Mamlakat 20% hududi va 10% aholisini yo'qotadi. Polsha davlati qayta tiklanadi. Germaniya ikkiga bo'linadi. Ko'mirga boy Saar yerlari 15 yilga xalqaro nazorat ostiga o'tadi. Germaniyaning koloniyalari g'oliblar o'rtasida bo'lib olinadi. Qo'shinlari tarqatib yuboriladi. Germaniya va uning ittifoqchilari urush uchun aybdor deb topiladi va tovon to'lashga majbur qilinadi. Bunday shartnomani imzolash Germaniya xalqi uchun kamsitilish deb qabul qilinadi. Avstriya-Vengriya butunlay parchalanib ketadi. Chexoslovakiya va serblar, xorvatlar va slovenlar qirolligi yaratiladi. Italiya o'zini aldangandek his qiladi, sababi va'da qilingan hududlar berilmaydi. Avstriya Germaniyaga qo'shilishdan bosh tortadi. Usmoniylar davlati ham Serb shartnomasiga ko'ra bo'lib tashlanadi. Fransiya va yevreylarga yer berishni hamda arablarga mustaqillikni va'da qilgan Birlashgan Qirollik o'z so'zida turadi. Ammo turklar bunday kelishuvni qabul qilmaydi va yana qo'llariga qurol oladi. Ular ayrim hududlarini qaytarib olib, keyinchalik Lozanda tinchlik shartnomasini imzolab, o'z chegaralarini belgilaydi. Birinchi jahon urushi yoki buyuk urush tarixda eng ko'p odamlarni boshiga yetgan urushga aylanadi. 18 millionga yaqin harbiylar va tinch aholining umriga zomin bo'ladi. Mutlaq quvvatni yo'qotgan aholi ispan grippiga chalinadi. Yevropa mamlakatlari katta qarzlarga botadi. Bu esa neytral pozitsiyada turgan mamlakatlar va asosan Amerika Qo'shma Shtatlari uchun foydali bo'ladi va uni kelajakda eng ilg'or davlatga aylanishiga zamin yaratib beradi. Rossiya imperiyasining o'rniga SSSR shakllanadi. Mamlakat holdan toygan va ko'plab hududlarini qo'ldan chiqargan edi. Falastinga ko'chib borgan yevreylar va arablar o'rtasida vaziyat og'irlashadi. Yevropaning yangi chegaralari ko'plarga ma'qul kelmaydi. Nemislarning katta qismi Polsha va Chexoslovakiyada qolib ketishi kelgusida Ikkinchi jahon urushining boshlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Paragraf 961. Sog' salomat bo'ling.